Ko'pchilik Instagramda shaxsiy brend qurayotganda yoki biznesini yurg'izayotganda Instagramda videolari, prosmotrlar tushib ketib qoladi. Men bunaqa vaziyatda nima qilaman? O'zim proyektlarimdan birinchi o'rinda formatni o'zgartiraman. Ya'ni Instagramda videolarni o'zini yo'nalishlari bo'ladi. Misol uchun telefonda olinadigan, podkast ko'rinishda yoki ekspertning ko'rinishda videolar bo'ladi. Siz mana shu formatlarni o'zgartirib video qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu kontent mavzulari. Kontent mavzu aytganimda, qaysi biri misol uchun ushadigan bo'lsa, 100 mingta prosmotr yig'adigan bo'lsa, o'sha bo'yicha kichkina mavzular qilib, o'sha mavzulardan kontent qilishingiz kerak bo'ladi. Sizni Instagram profilingiz yana qiziqarliroq bo'lishi boshlaydi hamda prosmotrlarni ham oshishiga sababchi bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu Instagramdagi trial, ya'ni probniy rejim. Bu hali ham ishlayapti. Lekin siz kontentlarni o'zgartirib, mana shu probniy rejimga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar siz probniy rejimni ham ishlatadigan bo'lsangiz, Instagramda axlatlaringizni ham oshirishingiz imkoniyati bo'ladi. Bu strategiya har doim ishlab keladi hamda o'zimizning proyektlarda ham ishlatib kelamiz.